Hammaga salom qizlar. Sizlarda hammasi yaxshi deb umid qilaman. Menda ham alhamdulillah hammasi yaxshi. Demak, bugun qo'limda ikkita bunaqa SPF yuzimga uxotla qilingan yuvib chiqdim va uxotlarimni qilib oldim. Namlaydigan narsalarimni yoz oylarida uyda juda ham ko'p o'sha kechgacha konditsioner qo'yilganligini hisobiga yuzim juda ham quriydi. Ertalab turganimda yuzim yaxshi bo'ladi. Sababi kechqurungi uxotlarni qilingandan keyin konditsioner o'chgan holatda uxlaymiz, tinch holatda o'sha 7 soat 8 soat uxlab turgandan keyin yuzim o'sha namligi yaxshi bo'ladi. Lekin kun davomida yurganimda yuzim qurishni boshlaydi. Mana hozir necha qavat narsa surilgan bo'lsa ham hammasini shishib olgan va juda ham qup-quruvda, ya'ni ortiqcha narsa yo'q. Shuning uchun davайте men bu ikkita SPF ni ochib ishlatib ko'ramiz. Bu SPFlarimizni men o'zi ishlatib ko'rganman. Tarkibi va teksturasi qanaqaligini o'zim bilaman. Yangi SPFlar o'zimga zakaz qildim. Bu SPFlar mass market emas, qizlar. Mana shu 10 tomonga demak Shida shunaqa yaxshi. 10 tomonimga Merikit brandinikini surdim. Uyda mana o'ranib kiyimlarda yurmaganim uchun qo'limga duch kelgan narsani olib kiyaman. Buni bo'lsa yengi ochilib ketyapti. Shuning uchun buni ushlab surishga majburman. Demak, bu Merikit brandidan ozgina yog'liroq SPF. Uyda bo'lgan paytlarimda ham SPF surishga harakat qilaman, chunki tez ko'chaga chiqib ketishimga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Qatgadir bolamni bog'chasigami yoki o'zimni ishim bilanmi, dadasini oldigami yoki ko'chaga chaqirib qolsalar etgami. Shuning uchun mana qaranglar. Bular ikkalasi ham mass market emas, qizlar. Ko'chada bunaqa любой do'kondan topilmaydi. Dog' qilib surishga. Bu Ronski bo'lsa ancha yog'li emas, suyuq. Merikitniki ancha quyuq, lekin Ronski menimcha ozgina ko'proq survardim. Peshonamga ham yedirib yuboraman. Ronski ancha suyuq va o'ylaymanki yoz oylariga eng yaxshi tanlov. Ayniqsa yuzi yog'li qizlarga, chunki o'zi shundoq ham yog'li bo'ladi. Nima yuz keyin men ustidan yana tonalka bir narsalar surishadi. Voy, men aralashtirmay. Qo'lim ketib qoldi avtomatik ikkita tomongacha mundoq qilib suramiz-ku. Bunga ozgina ko'proq surib yubordim. Odatda SPF ni ko'z atroflari bilan yediraman, chunki mumkin ko'zingizga kirgizib yubormasanglar bo'ldi. Merikitni rangi ochganinglarda ham bilinadi. Ozgina qaymoq rang, bejviyroq bo'lib chiqadi. Ronski bo'lsa oppoq, ya'ni juda ham oppoq. Ko'ylaklar bo'ladi-yu, kelin ko'ylaklarda ham mana farqi bor-ku. Ivory rang deydimi? Shunaqa ivory rang bo'lib chiqadi. Nimaniki Ronski bo'lsa juda ham oppoq va mana suyuq. Bu Merikitniki. Yuzi quruq bo'lgan qizlar menimcha Merikit ishlatsa yaxshi. Yuzi o'zi shundoq ham yog'li bo'lgan qizlar Ronis ishlatsa yaxshi, chunki bu ancha suyuq, bu quyuq. Yotishida ham bu ancha yengil yotyapti. Bu bo'lsa ancha bunaqa ishqalaganda yog'liroqda ozgina. Shuning uchun ham bu kelgan oppoq, bu sal bejvoy, ya'ni rangi lekin ton emas, oqartirmaydi yuzni. Ikkalasi ham oppoq standart SPFlar. Farqi faqat sal ivory rang. SPF o'zi shunaqa. Nima shu ikkita SPF biz bugun sinab ko'rdik. Aytganimdek, bular ikkalasi ham mass market emas. Ko'chalarda har qanaqa do'kondan topmaysizlar. Juda ham yaxshi SPF. SPFlarni bilasizlar, masalan, tarkibida quyoshdan himoya qiladigan moddalari yetarli darajada bo'lmasligi mumkin. Qachonki SPFlar arzon bo'lsa, shuning uchun SPFlar kelganda pulni ayamasdan yaxshisini olib ishlatish kerak, qizlar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.